Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda biz buxgalteriya hisobi shotlari va shotlar rejasi bilan tanishdik. Bu darsimiz o'tgan darsimizning amaliy qismi hisoblanadi. Biz aktivlar va passivlar bilan tanishdik. Aktivlar bu korxonadagi mavjud bo'ladigan mol-mulklar bo'ladigan bo'lsa, passivlar shu mol-mulklarning manbasi, ya'ni nimadan shakllanganligi ekan. Passivlar ikki qismdan iborat dedik. Ular kapital va majburiyatdan iborat ekan. Aktivlar va passivlar juda ham ko'p turlardan iborat. Bularning hisobini yuritish uchun buxgalteriya shotlaridan foydalanamiz. Aktivlarni misol qiladigan bo'lsak, aktivlarda xomashyo, tovarlar, korxona pullari, ular qandaydir qoldiqqa ega bo'lishi mumkin. Ular ko'payadi yoki kamayadi va ma'lum bir vaqt davomida harakatda bo'ladi va davr tugaganda qandaydir bir qoldiqqa ega bo'ladi. Xuddi shunday passiv shotlar, korxona qarzlari yoki hisoblangan ish haqlari va shunga o'xshash passiv shotlar. Ular ham doimiy harakatda bo'ladi. Ular ham ma'lum bir davrda qoldiqqa ega bo'lar ekan, ularda ham ko'payish, kamayish va davr oxiridagi qoldiqlari mavjud bo'lar ekan. Demak, bularning har birini hisobini yuritishda biz buxgalteriya shotlaridan foydalanar ekanmiz. Buxgalteriya shotlari bu korxonadagi iqtisodiy resurslarning holati va ularning harakati haqidagi ma'lumotlarni o'zida aks ettirar ekan. Bugungi darsimizda biz qisqagina o'tgan mavzuni qaytaramiz va o'tgan mavzuga oid misollar va masalalar ko'ramiz. Va o'tgan darsga oid misollar va masalalarni ko'ramiz. Biz buxgalteriyada hech narsani o'zimiz o'ylab topmaymiz. Hammasi belgilangan normativ hujjatlarga, qonunlar, qarorlar, farmonlar asosida yuritilishini ta'kidlab o'tdik. Demak, buxgalteriya shotlar rejasi ham 21-sonli buxgalteriya hisobining milliy standarti bilan tartibga solinadi va shu standartga asosan ish yuritiladi. Buxgalteriya shotlar rejasi 6 ta qismdan va 9 ta bo'limdan iborat. Uning birinchi qismi uzoq muddatli aktivlar, ikkinchi qismi joriy aktivlar, uchinchi qismi majburiyatlar, to'rtinchi qismi xususiy kapital, beshinchi qismi moliyaviy natijalarning shakllanishi va ishlatilishi va oltinchi qismi balansdan tashqari shotlarni o'z ichiga olar ekan. Siz shotlar rejasi, uning arxitekturasi va mohiyatini yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, aktivlarimiz ikki qismdan iborat bo'ladi dedik. Aktivlarimiz bu uzoq muddatli aktivlardan va joriy aktivlardan tashkil topadi. Passivlarimiz ham ikki qismdan iborat. Bular majburiyatlar va xususiy kapitaldan tashkil topar ekan. Shotlar rejasidagi birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qismlardagi shotlar, ular balans shotlari hisoblanadi. Beshinchi qism shotlari bu moliyaviy natijalarni hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi, ya'ni daromadlar va xarajatlarni hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Oltinchi qism shotlari bu balansdan tashqari shotlar hisoblanadi. Biz bugun birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qism shotlar bilan tanishamiz. Beshinchi va oltinchi qism shotlari bilan keyingi darslarimizda tanishamiz. Demak, aktivlar tarkibidagi uzoq muddatli aktivlar bu 0,1-shotdan 0,9-shotgacha bo'lgan shotlarni o'zining ichiga oladi. Joriy aktivlar esa 10-shotdan 59-shotgacha bo'lgan shotlarni o'zining ichiga oladi dedik. Mana shotlar rejasidagi uzoq muddatli aktivlar. Uzoq muddatli aktivlar 0,1-shotlardan boshlanadi. Bu asosiy vositalarni hisobga oluvchi shotlardan boshlanar ekan va 0,9-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan. Joriy aktivlar ikkinchi qism shotlardan boshlanib 10-shotdan 59-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan. Mana ikkinchi qism shotlari joriy aktivlar, ular 10-shotdan boshlandi va 59-shotgacha davom etdi. Uchinchi qism shotlari 60-shotdan boshlanadi. E'tibor bering, majburiyatlar ikki qismdan iborat. E'tibor bering, majburiyatlar ikki qismdan iborat. Ular uzoq muddatli majburiyatlar va joriy majburiyatlar, ya'ni 1 yilgacha bo'lgan davrdagi to'lanish kerak bo'lgan majburiyatlar va 1 yildan uzoq muddatda to'lanish kerak bo'lgan majburiyatlar. Joriy majburiyatlarimiz 60-shotdan boshlandi va 69-shotgacha davom etdi. Uzoq muddatli majburiyatlarimiz 70-shotdan boshlandi va 79-shotgacha davom etdi. Xususiy kapital 4-qism shotlari hisoblanadi
ular 83-shotdan 89-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga oladi. Demak, xususiy kapitalimiz 83-shotdan 89-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan. Shotlarimiz aktiv shotlardan, passiv shotlardan, konteraktiv shotlardan va kontrpassiv shotlardan tashkil topadi. Demak, shotlar rejasidagi birinchi qatori bu shotlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi qatori shu shotlarning tushunchasini o'z ichiga oladi va uchinchi qatori esa bu shotlar qaysi turga mansub ekanligini ko'rsatadi. Demak, asosiy vositalarimiz bu aktiv shotlar. Aktiv shotlar degani korxonaning mol-mulkini hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Aktiv shotlarimiz 0-shotdan 59-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga oladi dedik. Bu shotlar qatorida konteraktiv shotlar ham mavjud. Konteraktiv shotlar degani aktivga qarshi bo'lgan shotlar hisoblanadi. Ya'ni aktivni kamaytiruvchi shotlar hisoblanadi. Biz darslarimiz davomida konteraktiv shotlar bilan ishlaymiz va ularning mohiyatini tushunib olamiz. Demak, aktiv shotlarimiz tarkibida aktiv shotlarimiz va konteraktiv shotlarimiz ham mavjud ekan. Xuddi shunday passiv shotlarimiz. Passiv shotlarimiz tarkibida ham passiv shotlar hamda kontrpassiv shotlar mavjud ekan. Kontrpassiv shotlar degani passiv shotlarimizni kamaytiruvchi shotlar hisoblanadi. Biz har bir shotimiz ikki qismdan iborat bo'lishini, uning debit va kredit qismlari mavjudligini ko'rdik. Demak, aktiv shotlarimiz ham, passiv shotlarimiz ham qandaydir bir qonunga ega bo'lar ekan, ma'lum bir davrda ko'payib, kamayib va davr oxirida qoldiqlarga ega bo'lar ekan. Aktiv shotlarimizdagi harakatni quyidagicha ko'rdik. Aktiv shotlarimiz 0-shotlardan 59-shotlargacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga oldi. Aktiv shotlarimizdagi boshlang'ich qoldiq debit tomonida, aktiv shotlarimizning ko'payishi debit tomonida, aktiv shotlarning kamayishi kredit tomonida va aktiv shotlarning qoldiqlari yana debit tomonda aks ettilar ekan. Passiv shotlarda esa passiv shotlarning qoldiqlari kredit tomonida, passiv shotlarning ko'payishi kredit tomonida va passiv shotlarning kamayishi debit tomonida. Yakuniy qoldiqlar esa passiv shotlarning kredit tomonida aks ettilar ekan. Passiv shotlarimiz 60-shotdan 89-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan. Xo'p, shotlar bizga qanday harakatlanar ekan? O'tgan darsdagi misollarni yana qayta ko'ramiz. Demak, 51-shot. Bu korxonadagi pul mablag'larini hisobini yurituvchi shot hisoblanar ekan. Davr boshida bizda 5 million so'm hisob raqamimizda pulimiz bo'lgan ekan. Aktiv shotlarning harakatidan kelib chiqib, qoldiqlar debit tomonida yuritiladi. Demak, debit tomonida biz 5 million so'mni aks ettirdik. Aktiv shotlarning ko'payishini biz debit tomonida deb ko'rsatdik. Davr mobaynida bizga 12 million so'm va 13 million so'm hisob raqamimizga pul kelib tushdi. Demak, aktivlarni ko'payishi debitda aks ettirilar ekan, biz ham kelib tushgan pullarni debit tomonida ko'rsatdik. Aktivlarning chiqib ketishi kredit tomonida aks ettiriladi dedik. Hisob raqamimizdan 15 million so'm miqdordagi pul chiqib ketgan ekan. Demak, 15 million so'mni biz kredit tomonida aks ettirdik. Bizga 25 million so'mlik debit oborot va 15 million so'mlik kredit oborot yuzaga keldi. Boshlang'ich qoldiqqa 5 million so'mga qo'shdik 25 million so'mni hamma kelib tushgan pullarni va minus qildik 15 million so'mni hamma chiqib ketgan pullarni. Hisob raqamimizga 15 million so'm pul qoldi. Davr oxiridagi qoldiqlarni biz debit tomonida qo'yamiz dedik. Demak, shotning debit tomonida bizga qolgan 15 million so'mni aks ettirdik. Demak, har qanday aktiv shotdagi harakat mana shu ko'rinishda aks ettirilar ekan. Shotlar rejasiga e'tibor bering. Bizda aktivlar qatorida aktivdan tashqari yana konteraktiv shotlar ham mavjud dedik. Konteraktiv shotlar aktivga qarshi bo'lgan, ya'ni aktivni kamaytiruvchi shotlar hisoblanadi. Aktiv shotlardagi harakat debitda ko'payish, kreditda kamayish bo'ladigan bo'lsa, konteraktiv shotlar xuddi passiv shotlar kabi harakatlanadi. Ya'ni unda qoldiqlar kreditda yuritiladi. Aktivda qoldiqlar debitda yuritilsa, konteraktiv shotlarda qoldiqlar kredit tomonda yuritiladi. Aktiv shotlarning ko'payishi debitda bo'ladigan bo'lsa,
kontra aktiv shotlarning ko'payishi kredit tomonida bo'ladi. Aktiv shotlarning kamayishi kreditda bo'ladigan bo'lsa, kontra aktiv shotlarning kamayishi debit tomonida yuritiladi. Demak, kontra aktiv shotlar xuddi passiv shotlar kabi harakatlanar ekan. Aktiv shotlar qatoridagi 0,2 shotlar bu asosiy vositalarning eskirishi hisoblanadi. Asosiy vositalar bizni binomiz, uskunalarimiz, transport vositalarimiz bo'ladigan bo'lsa, asosiy vositalarning eskirishi shu aktivlarimizni eskirishdan qiymatini chiqib ketishini hisobga oluvchi shotlar hisoblanadi. Demak, asosiy vositalarning eskirishi bu aktivlarning qiymatini hisobdan chiqaruvchi shot hisoblanar ekan. Asosiy vositalarning eskirishi bu kontra aktiv shot hisoblanar ekan. Kontra aktiv shotimizning qoldig'i kredit tomonida ko'rsatilar ekan. Demak, 0,230 shot asbob uskunalarimizni eskirishini hisobga oluvchi shot. Ya'ni bu kontraaktiv shot hisoblanadi. Kontraaktiv shotda qoldiqlar kredit tomonida yuritiladi. Demak, bizda 3 million so'mlik eskirishimiz bor edi. Bu boshlang'ich qoldiq hisoblanadi va buni biz kredit tomonida aks ettiramiz. Kontraaktiv shotlarning ko'payishi kredit tomonida bo'ladi. Bizga davr mobaynida, 1 oy davr yoki 2 oy davr mobaynida yana 2 million so'mlik eskirish hisoblandi. Demak, biz buni kredit tomonida ko'rsatar ekanmiz. Chunki kontraaktiv shotlarning ko'payishi kredit tomonida bo'lar ekan. Bizdan shu mulk chiqib ketdi. Chiqib ketganda uning eskirishi ham chiqib ketadi. Demak, 0,230 shot qatorida kamayish bo'ldi. Biz asosiy vositaning eskirishini hisobdan chiqardik. Demak, kontraaktiv shot tarkibida kamayish bo'ldi. Kontraaktiv shotlarning kamayishi debit tomonida aks ettirilar ekan. Bizda 5 million so'mlik kamayish bo'ldi. 5 million so'mni hisobdan chiqardik. Undagi harakat quyidagicha bo'ladi. Boshlang'ich qoldig'imiz 3 million so'm edi. 3 million so'm boshlang'ich qoldiq. Bizga yana 2 million so'mlik eskirish hisoblandi. 2 million so'm boshlang'ich qoldiqqa qo'shdik va 5 million so'mlik eskirish hisobdan chiqarildi va buni biz boshlang'ich qoldiq va hisoblangan eskirish tarkibidan chiqardik. Va natijada kontraaktiv shotimizning qoldig'i 0 ga teng bo'ldi. Ya'ni 3 million so'm eskirishimiz bor edi. Biz yana 2 million so'm eskirish hisobladik. Jami eskirishlar qiymati 5 million so'mni tashkil etdi. 5 million so'mni hisobdan chiqardik va bizga hisoblangan eskirish qolmadi. Demak, aktiv shotlarimiz 0,1-shotdan 59-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan, lekin bu shotlar orasida kontraaktiv shotlar ham mavjud ekan. Kontraaktiv shotlar xuddi passiv shotlar kabi harakatlanar ekan va bu shotlar aktivlar qiymatini kamaytirar ekan. Keyingisi passiv shotlar edi. Passiv shotlarda qoldiqlar kreditda, passiv shotlarning ko'payishi kreditda, passiv shotlarning kamayishi debitda aks ettiriladi dedik. Passiv shotlardagi qoldiqlar kredit tomonida ko'rsatiladi. Demak, 60-10-shot bizni mol yetkazib beruvchilardan qarzlarimizni hisobini yurituvchi shot, ya'ni biz kimdandir tovar olamiz, xizmat olamiz, shunda qarz bo'lib qolamiz. Shu qarzlarning hisobini yurituvchi shot hisoblanadi. Biz kimdandir 3 million so'm qarzimiz bor edi. Bu qarzimizni kredit tomonida qo'yar ekanmiz. Shu korxonadan biz yana 2 million so'm, yana 3 million so'm qarz oldik. Demak, bizda qarz ko'payish bo'ldi. Qarzlarimizni ko'payishi kredit tomonida ekan, biz buni kredit tomonida aks ettirdik. 1 million so'mlik qarzimizni pulini to'lab berdik. Qarzimizni kamayishi debit tomonida ekan, biz buni debit tomonida aks ettirdik. Bizda 5 million so'mlik kredit aylanma va 1 million so'mlik debit aylanma yuzaga keldi. 3 million so'm qarzimizga kelib tushgan hamma qarzlarimizni qo'shdik. 3 million so'm qarzimiz bor edi, yana 5 million so'm qarz oldik. Bizda 8 million so'mlik qarz yuzaga keldi va bundan 1 million so'mini to'ladik. Bizga qoldiq 7 million so'mni tashkil etdi. Davr oxiridagi qoldiqlarni biz kredit tomonida aks ettirar ekanmiz va shotning kredit tomonida 7 million so'mni aks ettirdik. Passiv shotlarimiz 60-shotdan 89-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga oladi dedik. Passiv shotlarimiz tarkibida passiv shotlardan tashqari kontrpassiv shotlar ham mavjud. Ya'ni passiv shotlarni kamaytiruvchi shotlar hisoblanadi. Keling, bunga 86-10-shot kontrpassiv shot hisoblanadi. Shu shotni misol qilib olamiz. Demak, passiv shotlar tarkibida kontrpassiv shotlar ham bo'lar ekan. Passiv shotlarning boshlang'ich qoldig'i kreditda aks ettirilsa, kontrpassiv shotlar xuddi aktiv shotlar kabi harakatlanadi va ularning boshlang'ich qoldiqlari debit tomonida aks ettiriladi. Passiv shotlarning ko'payishi kreditda bo'ladigan bo'lsa, kontrpassiv shotlarning ko'payishi
debitda passiv shotlarning kamayishi debitda bo'ladigan bo'lsa, konter passiv shotlarning kamayishi kredit tomonida aks ettiriladi. Passiv shotlarning yakuniy qoldiqlari kreditda bo'ladigan bo'lsa, konter passiv shotlarning yakuniy qoldiqlari debit tomonida aks ettiriladi. Demak, konter passiv shotlarimiz xuddi aktiv shotlarimiz kabi harakatlanar ekan. Shotlar rejasidagi 86-shotlar rejasidagi 86-shot bu konter passiv shot hisoblanadi va buni biz misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Konter passiv shotimiz aktiv shot kabi harakatlanar ekan. Demak, boshlang'ich qoldig'imiz bizda 5 million ekan. 5 millionni debit tomonida aks ettirdik. Davr mobaynida biz yana 10 million so'mlik xarid qildik va buni biz debit tomonida. Davr mobaynida biz 5 million so'mlikni hisobdan chiqardik va hisobdan chiqargan summamizni kredit tomonida aks ettirdik. Va yakuniy qoldiq bizga 10 million so'mni tashkil etdi. Ya'ni boshlang'ich qoldiqqa biz debit oborotini qo'shdik va kredit oborotini hisobdan chiqardik. Shunda qoldiq bizga 10 million so'mni tashkil etdi. Ko'rgan shotimiz 86-10-shot edi. Sotib olingan oddiy xususiy aksiyalarning hisobini yurituvchi shot ekan. Biz hozircha faqat shotlar bilan tanishdik va ularning harakatlari bilan tanishdik. Bu buxgalteriyada juda ham muhim hisoblanadi. Siz shotlarni harakatini yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, shotlar bilan ishlashni mukammal o'rganguncha mana shu jadvalni ham misol tariqasida o'zingizga olsangiz bo'ladi. Demak, aktiv shotlar boshlang'ich qoldiq debitda, ko'payish debitda, kamayish kreditda, yakuniy qoldiqlar debitda va qolganlari ham xuddi shu ko'rinishda harakatlanadi. Endi quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, bizga berilgan misolga qarab, uning aktiv yoki passiv shot ekanligini aniqlab olamiz va shundan kelib chiqib, summalarni shotda aks ettiramiz. Demak, birinchi misolimizda korxonada 200 million so'mlik tovar qoldig'i bor edi. 50 million so'mlik tovar kelib tushdi va 70 million so'mlik tovar chiqib ketdi. Buni qanday aks ettiramiz? Birinchi beradigan savolimiz, korxonadagi tovar biz uchun nima? Korxonadagi tovar biz uchun aktivmi, ya'ni mulkmi, bu xususiy kapitalmi yoki majburiyatmi? Shuni aniqlab olishimiz kerak. Korxonadagi tovarlar biz uchun aktiv hisoblanadi. Demak, korxonadagi tovarlarni aktivligini bilib oldik. Aktiv shotlarning harakati quyidagicha bo'lishini bilamiz. Ya'ni debitda qoldiqlar, ko'payishi debitda va kamayishi kreditda aks ettiriladi. Uning yakuniy qoldig'i debit tomonda aks ettiriladi. Demak, 200 million so'mlik qoldig'i bo'lganmi? Biz buni debit tomonida yozamiz. 50 million so'mlik tovar kelib tushdi deyilyapti. Demak, 50 million so'mlik kelib tushgan tovarni biz debit tomonida yozamiz. Va 70 million so'mlik tovar hisobdan chiqarildi deyapti. Demak, 70 million so'mni biz kredit tomonida yozamiz. Yakuniy qoldiq ham debit tomonda aks ettiriladi. Buning uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz debit oborotni va minus qilamiz kredit oborotni. Demak, 180 million so'm bizda davr oxirida tovar qoldig'i qolgan ekan. Bu shotimiz aktiv shot edi. Keyingi misolimiz. Korxonaning mol yetkazib beruvchi oldida 40 million so'mlik qarzi bor edi. Qarzining 30 million so'mini to'ladi va yana 20 million so'mlik tovar qarz oldi. Demak, korxonaning mol yetkazib beruvchi oldidagi qarzi bu majburiyat hisoblanadi. Majburiyatlar passiv shotlar hisoblanadi. Passiv shotlardagi harakat qanday edi? Passiv shotlardagi qoldiqlar kreditda, passiv shotlarning ko'payishi kreditda, ularning kamayishi debitda va yakuniy qoldiqlar kreditda aks ettirilardi. Demak, bizning qarzimiz bor. Boshlang'ich qoldig'imizni kredit tomonda aks ettiramiz. Korxona 30 million so'mlik qarzini to'ladi deyilyapti. Demak, majburiyat kamayapti. Majburiyatning kamayishi debit tomonda aks ettiriladi. 30 million so'mlik qarzimizni to'ladik. Korxona yana 20 million so'mlik tovar qarz oldi deyilyapti. Demak, 20 million so'mlik bizning qarzimiz yana ko'paydi. Majburiyatimizning ko'payishi kredit tomonda aks ettiriladi. Yakuniy qoldig'imiz kredit tomonda aks ettiriladi. Buning uchun biz boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz davr mobaynida kelib tushgan qarzlarimizni ko'payishini va bundan chiqaramiz davr mobaynida qarzlarimizni kamayishini, yana to'laganlarimizni. Demak, davr boshidagi qoldiqqa qo'shamiz davr davomida ko'paygan qarzlarimizni va bundan chiqaramiz, minus qilamiz
davr davomida kamaygan qarzlarimizni va buni kredit tomonida aks ettiramiz. Bizda 30 million so'mlik qarz yuzaga kelibdi. Keyingi misolimiz. Korxonaning uskuna eskirishi bo'yicha 5 million so'mlik qoldig'i bor edi. Oy davomida yana 2 million so'mlik eskirish hisoblandi va 7 million so'mlik eskirish hisobdan chiqarildi. Korxona uskunasining eskirishi bu kontraktiv shot hisoblanadi. Kontraktiv shotlar passiv shotlar kabi harakatlanadi degandik. Demak, kontraktiv shotlarda qoldiqlar kreditda, kontraktiv shotlarning ko'payishi kreditda, ularning kamayishi debitda va yakuniy qoldiqlar kredit tomonida aks ettirilar ekan. Demak, korxona uskunasining eskirishdan qoldig'i 5 million so'mni tashkil etadi. Bu kontraktiv shot bo'lganligi uchun biz buni kredit tomonida aks ettiramiz. Oy davomida yana 2 million so'mlik eskirish hisoblanibdi. Kontraktiv shotning ko'payishi kredit tomonida aks ettiriladi. Ya'ni 2 million so'mni biz kredit tomonida qo'yamiz. 7 million so'mlik eskirish hisobdan chiqarilibdi. Kontraktiv shotning kamayishi debit tomonida aks ettiriladi va 7 million so'mni biz debit tomonida aks ettiramiz. Kontraktiv shotning qoldiqlari, yakuniy qoldig'i kredit tomonida aks ettiriladi. Demak, kontraktiv shotning qoldig'ini biz kredit tomonida aks ettiramiz. Boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz kredit оборотni, ya'ni hisoblangan eskirishlarni va bundan chiqaramiz hisobdan chiqarilgan eskirishlarni, ya'ni kredit оборотni. Va bizga 0 qoldiq chiqdi. 0 qoldiqni kredit tomonida aks ettirdik. Keyingi misolimiz korxonaning ish haqidan qarzi 5 million so'm ekan. Korxona oy davomida yana 10 million so'm ish haqi hisoblabdi va shundan 5 million so'm ish haqi to'langan ekan. Korxonaning ish haqisi biz uchun nima? Bu aktivmi, passivmi, kontraktivmi, kontrpassivmi? Korxonaning ish haqidan qarzi bu majburiyat hisoblanadi. Ya'ni passiv shot hisoblanadi. Va passiv shot kabi harakatlanadi. Ya'ni qoldiqni biz kredit tomonida aks ettiramiz, hisoblangan ish haqini kredit tomonida aks ettiramiz va to'langan ish haqini debit tomonida aks ettiramiz. Yakuniy qoldiqni kredit tomonida aks ettiramiz. Buni topishimiz uchun boshlang'ich qoldiqqa qo'shamiz kredit оборотni va minus qilamiz debit оборотni. Va bizga ish haqidan 10 million so'm qarzdorlik mavjud ekanligini ko'rsatildi. Sizga uyga vazifa sifatida xuddi shunday misollar beriladi. Siz shotning aktiv ekanligi yoki passiv ekanligini aniqlashingiz va undagi summalarni to'g'ri joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Kontraktiv va kontrpassiv shotlarni biz darslarimiz davomida ochib boramiz va ularning mohiyatini tushuntirib boramiz. Korxonaning ishi iqtisodiy hodisa va voqealardan shakllanib boradi. Korxonaning tovar xarid qilishi bu bitta iqtisodiy hodisa yoki jarayon. Korxona hisob raqamidan kimgadir pul o'tkazishi yoki bankdagi hisob raqamidan naqd pulni korxonaga olib kelish ham bitta iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Korxonaning ish haqi hisoblashi, soliqlarni to'lashi, tovarlar ishlab chiqarishi, tovarlar sotishi, mahsulotlar ishlab chiqarishi, boshqa korxonalarga oldindan pul o'tkazib berishlari, bularning hammasi iqtisodiy hodisa va voqealar hisoblanadi. Va korxonaning ishi shu iqtisodiy hodisa va voqealardan shakllanib borar ekan. Har bir iqtisodiy hodisa yoki voqeada ikkita iqtisodiy jarayon bo'ladi. Masalan, bankdan pul olib keladigan bo'lsak, harakat qanday bo'ladi? Biz bankka boramiz va bankdagi hisob raqamimizdan pulni olamiz. Bankdagi hisob raqamimizdan pulni olganimizda bankdagi hisob raqamimizda kamayish bo'ladi. Bu bitta iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Va pulimizni korxona kassasiga olib kelib topshiramiz. Bu esa ikkinchi iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Demak, bankdagi pulimizni olishimiz bitta voqea bo'ladigan bo'lsa, bitta voqeada ikkita iqtisodiy jarayon bor. Ya'ni bankdagi pulimizni olyapmiz va uni olib kelib kassamizga topshiryapmiz. Ya'ni bankdagi pulimiz kamayapti, kassamizdagi pulimiz ko'payyapti. Va biz buxgalter sifatida bu jarayonlarni buxgalteriya shotlarida aks ettirishimiz kerak ekan. Har bir hodisa ikkita iqtisodiy jarayon hisoblanar ekan, ikkita jarayonni ham o'zining shotlarida aks ettirishimiz kerak ekan. Demak, bankdan pul olishimizni quyidagicha ko'rdik.
51.10 shot bu bizning bankdagi hisob raqamimizni hisobga oluvchi shot ekan. 50.10 shot bizning korxona kassasidagi pul mablag'larini hisobga oluvchi shot ekan. Demak, korxonamiz hisob raqamida 25 million so'm puli bo'lgan. Korxona kassasida esa pulimiz bo'lmagan. Biz bilamiz, debetda aktiv shotlarning qoldig'i turadi. Korxona 15 million so'm pulni korxona bank hisob raqamidan oldi va uni kassaga olib kelib topshirdi. Jarayon qanday boshlanadi? Biz bankka boramiz va bankdan pulimizni oldik. Bankdan pulimizni kamayishi 51.10 shotning kredit tomonida ko'rsatamiz. Chunki aktiv shotlarning kamayishi kreditda bo'ladi. Va bu pulni biz korxona kassasiga olib kelib topshirdik va kassamizda pulimiz 15 million so'mga ko'paydi. Demak, bitta hodisani biz ikkita iqtisodiy jarayon sifatida yozdik. Va natijada bizning bankdagi hisob raqamimizda 10 million so'm pul qoldi. Korxona kassasidagi hisob raqamimizda 15 million so'm pul shakllandi. Va bu jarayonni biz ikki oqlamali yozuv usulida aks ettiramiz dedik. Demak, korxonada bo'ladigan har qanday iqtisodiy hodisa va jarayon biz kimgadir pul beramizmi yoki kimdandir oldindan shartnomaga asosan bizning hisob raqamimizga pul tushadimi? Xomashyo olamizmi, tovar olamizmi? Ish haqi hisoblaymizmi? Soliqlarni to'laymizmi? Qanday iqtisodiy hodisa va voqea bo'lishidan qat'iy nazar, har bir iqtisodiy voqea yoki hodisani ikkita iqtisodiy jarayon deb qabul qilar ekanmiz va ikkita shotda aks ettirar ekanmiz. Xuddi shunday yana bir misolni ko'ramiz. Demak, korxonamiz shartnomaga asosan kimdandir xomashyo olib keldi. Demak, 60.10 shotni biz mol yetkazib beruvchilar oldidagi qarzlarimizni hisobini yurituvchi shot dedik. Demak, qarzimizni hisobini yurityaptimi? Bu bizni majburiyatlarimizni hisobini yurityapti. Ya'ni bu bizga passiv shot hisoblanadi. 10.10 shot bizga xomashyolarimizni hisobini yurituvchi shot hisoblanadi. Xomashyo biz uchun nima? Xomashyo biz uchun aktiv, ya'ni mulk hisoblanadi. Demak, bu aktiv shot hisoblanar ekan. Korxonamizda mol yetkazib beruvchidan qarzimiz ham bo'lmagan va korxonamizda xomashyo ham mavjud bo'lmagan ekan. Biz kimdandir borib xomashyo yoki tovar olganimizda jarayon qanday bo'ladi? Biz mol yetkazib beruvchi oldiga boramiz va undan tovar yoki xomashyoni olamiz. Olgan vaqtimizda birinchi iqtisodiy jarayon yuzaga keladi. Ya'ni biz uni oldida qarzimiz yuzaga keladi. Xomashyo yoki tovarni olamizda, olib kelib korxonamizga topshiramiz. Korxonamizda xomashyo yoki tovar ko'payadi. Demak, bu ikkinchi iqtisodiy jarayon hisoblanadi. Demak, xomashyo yoki tovarni olganimizda biz mol yetkazib beruvchi oldidagi qarzimiz yuzaga kelar ekan va korxonamizga xomashyo yoki tovar ko'payar ekan. Biz 5 million so'mlik xomashyoni oldik va 60.10 shotda 5 million so'm majburiyatni tan oldik. Ya'ni mol yetkazib beruvchidan 5 million so'm qarzim bor deb 60.10 shotning kreditida yozdik. Xomashyoni olib kelib korxonaga topshirdik va korxonamizda 5 million so'mlik xomashyo ko'payganligini aks ettirdik. Buni 10 shotning debitida aks ettiramiz. Aktiv shotlarda o'sish debit tomonida, passiv shotlarda o'sish kredit tomonida bo'ladi. Natijada mening qarzim ham ko'paydi, xomashyolarim ham ko'paydi. Demak, bir shotning debitlanishi, ikkinchi shotning kreditlanishi bu buxgalteriya o'tkazmalari deb yuritiladi. Biz sekinlik bilan keyingi darslarimizda har bitta bo'ladigan voqea va hodisalardan kelib chiqib, to'g'ri buxgalteriya o'tkazmalarini berib borishni o'rganib boramiz. Buxgalteriya o'tkazmalarini to'g'ri berishimiz bizga buxgalteriya balansimizni to'g'ri shakllanishi, umuman buxgalteriyamizni to'g'ri yurishini ta'minlab beradi. Biz o'tgan darsimizda korxonadagi eng birinchi o'tkazma haqida gaplashdik. Esingizdan chiqmasin. Korxona cho'ntagi bilan korxona ta'sischisi, ya'ni korxona egasining cho'ntagi umuman boshqa cho'ntaklar hisoblanadi. Korxona yangi ish boshlaganida korxonaning nomidan boshqa hali hech narsasi bo'lmaydi. Korxona biznesini yuritish uchun korxona ta'sischisi korxonaga sarmoya kiritadi. U pul ko'rinishida bo'lishi mumkin, xomashyo, tovar ko'rinishida bo'lishi mumkin yoki boshqa aktiv ko'rinishida bo'lishi mumkin. Kiritilgan sarmoya asosida korxona ishlaydi va faoliyat ko'rsatadi. Demak, bu aktivlar teng kapital qo'shilgan majburiyat bu korxonaning balansi dedik. Korxona ish boshlaganida korxonada hali hech narsa bo'lmaydi.
Korxona ta'sischisi korxonani ro'yxatdan o'tkazib, korxona ustavini, ya'ni nizomini rasmiylashtirilganda, nizomida korxona biznesi uchun kiritiladigan sarmoyani miqdori yozilgan bo'ladi. Demak, korxonamiz faoliyatini boshladi. 83.30 bu korxonaning ustav kapitali, ya'ni sarmoyasini miqdorini ko'rsatuvchi shot hisoblanadi. Bizning korxonamizning sarmoyasi 30 million so'm ekan. Demak, 83.30 30 million so'mni yozamiz. Bu passiv shotning ko'payishi kreditda bo'lganligi sababli 83.30 ya'ni ustav kapitalim degan shotda 30 million so'mni aks ettiramiz. Aktiv tomonida 46.10 shotni ochamiz. 46.10 shot bu ta'sischilarning qarzlarini hisobga oluvchi shot hisoblanadi. Ya'ni biz aktivlar tarkibini o'rganganimizda aktivlarda biz mol-mulklarni yozamiz degan edik. Ya'ni korxonaning pullari, korxonaning mashinasi, asbob-uskunasi, tovarlari, xomashiyolarini aktivlarda ko'rsatamiz degan edik. Undan tashqari korxonaga kim qarz bo'ladigan bo'lsa, ularni debitorlik qarzlari deb oldik. Ya'ni korxonaga kim qarz bo'lsa, u ham mulk deb oldik. 46.10 shot ta'sischining qarzini hisobga oluvchi shot hisoblanadi. Bu ham korxonaning mulki hisoblanadi. Va buni biz 46.10 shotning debitida aks ettiramiz. Demak, korxonaning eng birinchi o'tkazmasi korxona sarmoyasi 30 million so'm va bu hozircha ta'sischining qarzi sifatida aktivlar tarkibida turibdi. Demak, korxona ochilganda birdaniga korxonada pul yoki xomashyo paydo bo'lib qolmas ekan. Oldin qarz tan olinar ekan. Ya'ni ta'sischi qarz deb buxgalteriya o'tkazmasi berilar ekan. Korxona ta'sischisi korxonaga 10 million so'm miqdorda pul kiritdi. Korxona ta'sischisining pul kiritishi ikkita iqtisodiy hodisa hisoblanadi. Ya'ni korxona ta'sischisidan qarzi kamayadi va korxonaga pul ko'payadi. Demak, buning uchun biz korxonaga 51.10 shotni ochamiz. 51.10 shot korxonada pul mablag'larini hisobini yurituvchi shot hisoblanadi. Korxona ta'sischisi 10 million so'm pul kiritishini quyidagicha yozamiz. Bunda 10 million so'm korxona ta'sischining qarzi kamayadi. Chunki uning 30 million so'm qarzi bor edi, shundan 10 million so'mini berdi va aktivning kamayishi kredit tomonida bo'ladi. 10 million so'm miqdorda korxona hisob raqamiga pul kirib kelyapti. Demak, biz buni 51.10 shotning debit tomonida yozamiz. Ya'ni 51.10 shotimiz bizga aktiv shot, buni ko'payishini biz debit tomonida aks ettiramiz. Demak, ta'sischi tomonidan pul kiritilishi ikkita iqtisodiy jarayon bo'ldi. Ikkita shotda aks ettirdik. Esingizdan chiqmasin, hamma vaqt bir shot debitlansa, ikkinchi shot kreditlanadi. Yoki bir shot kreditlansa, ikkinchi shot debitlanadi. Endi korxona ta'sischisi 5 million so'm miqdorda korxonaga xomashyo kiritmoqchi. Buning uchun biz xomashyoni hisobga oluvchi shotni yozib olamiz. 10 shot xomashyolarni hisobga oluvchi shot ekan. Harakat qanday bo'ladi? Harakat ta'sischi 5 million so'm xomashyoni beradi va 5 million so'mlik xomashyo korxonaga kirib keladi. Demak, harakatga qaraymiz. Ta'sischining qarzi hozirda 20 million so'mni tashkil etadi. Chunki 30 million so'm qarz bor edi, 10 million so'mini berdi, 20 million so'm qoldi. 5 million so'm yana qarzini berdi. Xomashyo ko'rinishda. Demak, ta'sischi qarzining kamayishini biz kredit tomonida yozamiz. U xomashyo bergani uchun biz xomashyo shotining debit tomonida 5 million so'mni aks ettiramiz. Xomashyo berishi bitta voqea, uni ikkita shotda aks ettirishimiz ikkita iqtisodiy jarayon hisoblanadi va ikkita shotimizda yozishimiz ikki yoqlamali yozuv hisoblanadi. Demak, bizda 3 ta iqtisodiy voqea yoki hodisa bo'ldi. Ya'ni korxona ochildi, korxona ta'sischisi pul kiritdi, korxona ta'sischisi xomashyo kiritdi. Har bir voqeada biz ikkita shot bilan ishladik va ikkita shotda bir shotni debitlab, ikkinchi shotni kreditladik. Demak, bungi amaliy darsimizdan biz nimani o'rgandik? Biz o'tgan darsimizni qisqagina takrorladik. O'tgan darsimiz buxgalteriya shotlari ekan. Buxgalteriya shotlarida bu aktiv shotlarim, passiv shotlarimni harakatini hisobini yuritar ekanman. Xo'p, shotlarni men o'zim o'ylab topar ekanmanmi? Yo'q. Buxgalteriya shotlari 21-sonli BHMS, ya'ni buxgalteriya hisobining milliy standarti bilan tartibga solinar ekan. Demak, 21-sonli standartda
shotlar rejasi yozib qo'yilgan ekan. Ushbu standartga asosan shotlarimiz 6 ta qism va 9 ta bo'limdan iborat ekan. Aktivlarimiz uzoq muddatli va joriy aktivlarga bo'linar ekan. Ya'ni birinchi qism uzoq muddatli, ikkinchi qism joriy aktivlar. Uzoq muddatli aktivlarimiz 0-shotdan 0-9-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan va joriy aktivlarimiz 10-shotdan 59-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan. Majburiyatlarimiz ham ikki qismdan iborat ekan. Bu uzoq muddatli majburiyatlar va joriy majburiyatlar. Korxonani 1 yil ichida to'lashi kerak bo'lgan majburiyatlar bu joriy majburiyatlar hisoblanar ekan va ular 60-shotdan 69-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan. Korxonani 1 yildan uzoq muddatda to'lashi kerak bo'lgan majburiyatlar 70-shotdan 79-shotlarga yuritilar ekan. Korxonaning kapital shotlari 83-shotdan 89-shotgacha bo'lgan shotlarni o'z ichiga olar ekan. Demak, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi qism shotlari bu korxonaning balans shotlari hisoblanar ekan. 5-chi qism shotlari moliyaviy natijalarni hisobga oluvchi shotlar, bu daromad va xarajatlarni hisobini yurituvchi shotlar va 6-chi qism shotlari balansdan tashqari shotlar hisoblanar ekan. Aktiv shotlar tarkibi 0-shotdan 59-shotgacha ekan, bular tarkibida aktiv shotlardan tashqari yana kontra aktiv shotlar ham bo'lar ekan. Passiv shotlarimiz tarkibi 60-shotdan 89-shotgacha ekan, bular tarkibida passiv shotlardan tashqari kontra passiv shotlar ham bo'lar ekan. Aktiv shotlarimizdagi harakat quyidagicha, kontra aktiv shotlarimizdagi harakat shu ko'rinishda amalga oshirilar ekan. Passiv shotlarimizdagi harakat esa bu ko'rinishda, kontra passiv shotlarimizdagi harakatlar esa mana shu ko'rinishda amalga oshirilar ekan. Ushbu jadvalni konspektingizga chizib oling va bularni yoddan bilishingiz kerak bo'ladi. Shotlardagi harakatni to'g'ri aks ettira olishingiz sizni buxgalteriya o'tkazmalarini to'g'ri berishingizni kafolatlaydi. Bugungi amaliy darsimizda biz o'tgan darsimizni takrorladik. Saytda uyga berilgan vazifani ko'rib chiqing va vazifalarni bajaring. Berilgan savollarga javob bering va testlarni yechib chiqing. Savollaringiz bo'lsa, o'zingizga biriktirilgan mentor yoki Telegram guruhga yozib yuboring. Biz albatta javob beramiz. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi. Keyingi darsga uchrashguncha xayr.